Men por bo'lib ishlaymanda, Erondan tuz olib kelishuvdi. Ichini ochsam nimadir yaltiravotdi. Qarang, bitta ko'rib bering shuni. Nimadir yaltiravotdi? Hech narsa yo'q buni ichida. Bor, nimadir yaltiravotdi. Ochdim-u, lekin teganim yo'q. Uziga o'xshayapti bu. Bir ko'rib bering. Erondan keldingizmi? Ha, Erondan olib keldim. Xo'jangiz Erondan emasmi? Yo'q. O'zini boshqa yo'ldan sovg'a qilgan bo'lsalar. Bilmadim, lekin paketidan o'zim ochdim. To'g'ri qildim. Erondan tuz zakaz so'ramanmi deyman, bir vagon. Xo'p, qarang buningiz tilla. Brilliant. Voy. 585 pul bo'ladi. Hazillashibsizmi? Yo'q rostdan. Qanaqa qilib tuzni ichidan tilla chiqishi mumkin? Mana hayronman, bilganimda aytardim sizga qanaqa chiqishini. Xo'p, 585 pul ekan. Bugungi kunda 822 gram 1.100 dan qilib beraman. 9.042 ming chiqyapti. Men sizga 9.5 million tekis qilib beraman. Birlanib qo'yganim uchun. Rostdanmi? Zo'ru. Bitta tuz ichidan shunaqa tilla chiqsa. Endi omadingiz bor ekanda. Rahmat. To'g'ri keladi sizga? Ha, to'g'ri keladi. Hozir sanab beraman. Xo'p. Mana bu yerda 50 litr, men sizga 9.5 million bermoqchi edim. Lekin o'ylab qoldim. Qarang, sizga 500 ming oldindan beraman-da. O'sha Erondan kelgan tuzingizdan menga olib bering. Faqat ochilgan emas. Butunini olib keling, o'zim ochib olaman. Rostdan 10 million bitta. Rostdan aytyapsizmi? Bo'ldi, xo'p. Rahmat katta. Salomat bo'ling, baraka bersin.